Assalomu alaykum. Meni kanalimni kuzatuvchilar. Bugun 11 may kechki payt Toshkentda O'zbekiston mehmonxonasi yonida Formula saroyining orqasida shunaqa ajoyib bir gulzor bor ekan. Qaranglar, gullarni ochib turishini. Bu gullarni ko'rib tasvirga olmasdan iloji yo'q. Bu yerda o'zi bugun jaz festivali bo'lyapti. O'sha yerda o'zimiz o'zbekistonlik jaz musiqa ijrochilarini eshitgani kelganman. Ungacha mana gullardan bahra olib, tomosha qilib, salqin havoda aylanib yuribman. Mana bu yerda fontan. Havo juda yoqimli, issiq ham emas, sovuq ham emas. Hozir sal nariroqqa boraman, juda chiroyli gullar ko'rinib turibdi. Sariq, pushti, bunaqasini ko'rmaganman hali. Keyinroq yana alohida kelib bu joylarni syomka qilaman. Hammaga yaxshi kayfiyat. Har doim gullarni yaxshi ko'ring, musiqa eshiting. Sog' salomat bo'ling.